o'g'limni o'rniga islomga xizmat qiladigan farzandlardan sahoba ummatlarimga, oxir zamon ummatlarimga Alloh o'g'limni o'rniga sadoqatli farzandlarni bersa ajab emas, duo qiling deb yig'lab duo qildilar. Ya Jabroil, o'g'lim bilan xayrlashib olishlikka ijozat berilarmikin? Azroil alayhissalom sizni ishorangizni kutyapti. Hayo qilyaptilar, uyalyaptilar. Rasululloh chiqib qarasalar, o'g'illari sog'lom bo'lib qolgan. Bir nechta sahoba bolalar bilan o'ynab yurgan ekan, yong'oq o'yinga o'xshagan bir o'yindi. Qarasalar, ichida eng chiroyligi o'zini o'g'li. Go'zal xulqli, go'zal suratli. Rasululloh uzoq o'g'illariga tikilib turdilarda, "Ya qurrata ayn, ey ko'zimni qarosi, ta'al bu yoqqa keling" dedilar. O'g'illari yugurib keluvdilar, o'g'illarning boshini silab, bag'riga bosib, "O'g'lim, siz safarga ketadigan bo'lib qoldingiz-ku" dedilar. Xursand bo'lib o'g'illari, "Hal albisa libasal jadida, unday bo'lsa yangi kiyimlarimni kiyib olaymikin?" Rasululloh yig'lab yuborib, "Ey bolam, siz kiyim kerak bo'lmaydigan, dunyo kerak bo'lmaydigan joyga ketadigan bo'lib qoldingiz. Uyga kirib bir mehmonda ziyorat qilib chiqishingiz kerak" dedilar. Fahmi farosatda Rasulullohning qoni bo'lganligi uchun farzand darhol tushundilar. Unday bo'lsa mana bu yong'oqni omonat oluvdim berib qo'yay dedilar. Bu gapni eshitib Rasululloh dod devordilar. "Ya Rabbi, shunday omonatchi, shunday bir farosatli o'g'lim bor edi" dedilar. O'g'illari borib haligi yong'oqni o'rtoqlariga berib, har biri bilan qo'l berib xayrlashdi. Xuddi kattalardek ularni ba'zi birlarni yuzini qo'yib mahkam bag'riga bosdi. Jabroil alayhissalom chidamayaptilar, yig'lab turibdilar. "Ya Rasululloh, duo ilalloh, Allohga duo qiling, Allohga duo qiling" deb turibdilar Jabroil alayhissalom. Rasululloh yig'lab o'g'lini tomosha qildilar. Hamma o'rtoqlari bilan quchoqlashib keldilar. Rasulullohga aytdilarki, "Ya abi, ya otajon, endi siz boshlang. Chunki siz otaning ehtiromi haqida ko'p hadis aytgansiz. Sizni oldingizda ketsam beodobchilik bo'lmasin, orqangizdan boraman." Bu gap yana Rasulullohga olov quydi. "Ya Rabbi, farosatlik, aqllik, taqvodor o'g'lim bor edi." Orqalaridan ketdi. Yo'lda sahobalar bilan ham xayrlashdi. Abu Bakr Siddiqlarni quchoqladi bola. Ular nima bo'layotganini tushunmaydi. Nimaga Rasululloh yig'layapti? Nimaga bu go'dagi hammasi bilan quchoqlashib xayrlashyapti? Hech kim tushunmaydi. Uyga kirishlari bilan burchakda o'tirgan Azroil alayhissalomga o'g'illari Ibrohimning ko'zi tushdi. "Mehmon deganingiz shumi?" dedilar. "Ha, shu o'g'lim. Otajon, bu mehmonga qarasam qaltirab ketyapman, qo'rqib ketyapman." "Ey bolam,